Xullas qarindoshlar, bugun qarindoshingiz nimani raspakovka qiladi? Bu mani o'zim uchun ham uzoq kutilgan raspakovka. Qarindoshingiz har doim aynan mana shunaqangi intrigaga boy bo'lgan gaplarni gapirib sizni chalg'itishga harakat qiladi. Sababi korobkaning ichida korobkaga mos narsa emas, qarindoshlar. Sababi korobkaning ichida nimalar borligini bir ko'ring, qarindoshim, bir ko'ring. Buni ichida shunaqangi zo'r narsa bor, qarindoshlar. Bu xitoyliklarning milliy choy damlaydigan choynagi. Bu bizlarning choynakka o'xshab ketmaydi albatta qarindoshlar. Bu boshqacharoq bo'ladi. Buni chiroyliligini qaranglar. Palakat Xitoy dog'i bilan berib yuboribdi. Mayli, necha yuvamiz. Xo'sh, eng asosiy go'zallik mana bu yerda bo'ladi qarindoshlar. Eng asosiy go'zallik qani bismillahirrohmanirrohim. Mana o'sha go'zallik, mana shunaqangi chiroyli narsa bu. Bu mehmon kutadigan choynak qarindoshlar. Hozir sizlarga mehmon kutadigan, xitoyliklarni mehmon kutadigan choynagida xitoycha choy damlab beraman sizlarga. Qarindoshlar, choynagimiz va choynagimizda stakanchiklari to'laqonli shishadan bo'lgani uchun xitoylik savdogarga iltimos qilgandim. Menga bu mahsulot O'zbekistonga keladi. O'zbekistongacha sinib kelmasligi uchun yaxshilab upakovka qilib jo'natib iltimos qilgandim va ko'rib turibsizlar. Voy, mana sinmasdan keldi. Buz butun Xitoydagi joydan O'zbekistongacha buz butun yetib keldi. Barcha narsasi butun, eng asosiysi. Ya'ni siz xitoyliklarga iltimos qiladigan bo'lsangiz yoki Xitoydan mahsulot sotib olayotgan paytingiz yozishni bilsangiz, albatta men ham til bilmayman qarindoshim. Xitoy tilini bilmayman, lekin Xitoy tilida yozib iltimos qildim. Albatta siz qarindoshingizni kursida o'qigan bo'lsangiz, xitoyliklar bilan narx talashish, xitoyliklarga mana shunday hech narsalarni iltimos qilish barchasini o'rgangan bo'lar edingiz. Albatta haligacha siz ikkilanmoqdasiz. O'qisammikan, o'qimasammikan? Siz to o'ylaguningizgacha qarindoshingiz xitoyliklar bilan narx talashyapti, ya narx. Qarindoshlar, ketma-ketlikda qanday yig'iladi bu ko'rsatib beraman. O'zini postavkasi bo'ladi. Postavkani sal qoldi. Xitoydagi joydan butun kelgan narsa shu yerda sindirib yuborishim ozgina qoldi. Xo'p, postavkani tepasida aynan mana bu idish turadi. Qopqog'i. Eng asosiy joyi aynan mana shu narsa eng muhimi. Agarda aynan mana shu narsasini yo'qotib qo'yadigan bo'lsam yoki xitoyliklar solib jo'natmasa, bu choynakni menga keragi bo'lmay qolardi. Eng asosiy aynan mana shu toshi bo'ladi. Xullas qarindoshlar, xitoyliklar choyni bizdan boshqacha damlashadi. Bizda nima qilinadi? Bizda asosan choyni choynakka solamiz. Choynakka solganimizdan so'ng sirrazi ustidan kipitok quyib damlab yuboramiz. Ya'ni kipitok quyiladi, damlanadi sirrazi. Lekin Xitoyda unday emas. Birinchi o'rinda xuddi biz qanday qiladigan bo'lsak, xuddi o'shanday qilib ustidan kipitok solib damlashadi, lekin buni to'kib tashashadi. Ya'ni birinchi damlangan choy to'kib tashaladi. Choyi qoladi, suvi to'kib tashaladi, sababi choy chayqalishi kerak. Albatta biz ham birinchi damlagan suvimizni shunday to'kib tashlaymiz, ya'ni choyni chayqab tashlaymiz qarindoshlar. Ko'rinishini qaranglar, buni chiroyli tushishini qaranglar. Tayyor changlari bilan birga turibdi. Mana ichida har xil narsalar o'ynab yuribdi. Aynan mana shuni biz ko'pincha damlab ichamiz. Ya'ni biz choyni changini chayqamaymiz. To'g'ri, choyni changini yuvib tashamaymiz. Biz esa xitoycha damlaganda to'kib tashlaymiz birinchisini. Voy, hidi prям dahshat, ishoninglar, mana hidini hidlab ko'ringlar. Razi zo'r. Ana endi esa eng asosiy protsesga o'tsak ham bo'ladi qarindoshlar. Mana choyimiz chayqaldi. Chayqalgan choyni bitta ko'rsating. Mana choyimiz chayqaldi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi haqiqiy choyni damlasak ham bo'ladi qarindoshlar. Ana endiki kipitok solamiz va bir pas kutamiz. Bir pas damlab qo'yamiz. Yanada yaxshiroq rangi chiqqandan so'ng esa qarindoshlar, bizni choyimiz to'laqonli rangi chiqib bo'ldi. Yaxshilab damlab oldik. Ana endi eng asosiy protses. Bu choynakni asobiy tarafi shundaki, mana bitta dona mana shunday yaqinlashtirasizlar, polni ichidagi choyni to'kib beradi. Va o'zimiz kerakli choyni olib bo'lgandan keyin shunday orqaga suramiz. Mana tepadagi choy qovuradi va biz ana qani bismillahirrohmanirrohim. Bay. Faqat xitoyliklar bunaqa ko'p quymaydi qarindoshlar. Biram kam quyadi. Endi men albatta o'zbekcha qilib yubordim bu yog'ini. Eng asosiysi qani bismillahirrohmanirrohim. Men yaxshi ko'rgan maza. Olingizlar.
kimgadir podarka qilishga ham jabr ajoyib narsa. Neobichniy podarka bo'ladi. Eng asosiysi qimmat ko'rinadigan, lekin narxi arzon podarka bo'ladi. Bu narxini aytmadim sizlarga hali. Qarindoshlar, buni narxini aytmasimdan oldin bitta, yana bir marta narxini, aynan mana shu xitoycha chiroyli choynagimizni stakanlar bilan birgalikda narxini bir taxmin qilib ko'ring-chi. Xullas qarindoshlar, aynan mana shunaqangi chiroyli bo'lgan xitoycha choynagimiz 6 ta stakani bilan birgalikda Xitoydan atigi 184 ming so'mga katta korobkada shunaqangi zo'r ko'rinishda keldi. Aynan mana shunaqangi choynaklar yoki boshqa mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoy narxida zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq aynan mana bu yerga telefon raqamingiz va ismingizni yozib qoldiring qarindoshlar. Xitoydan narsa zakaz qilishni o'rganish sizga bilasizmi qanchadan qancha pullaringizni tejab qolishga olib keladi. Sababi siz Xitoydan mahsulot zakaz qilishni atigi bir marta o'rganasiz, lekin bu bilimlardan foydalangan holatda necha yillar davomida qanchadan qancha pullaringizni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va buning uchun aynan mana shu yerga hoziroq telefon raqamingiz va ismingizni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ismingiz va telefon raqamingizni yozib qoldiradigan bo'lsangiz, operatorlarimiz sizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotni berishadi.